furgon bo'lsin, samosval bo'lsin, 3 o'qli texnikaniki, общий вес 26 tonna bo'lishi kerak. Tarasi 16 tonna, 10 tonna yuk orta oladi. Xo'p, 2 o'qli kichkina samosval, jussasi ham, narxi ham, xarajati ham buni teng yarimi 2 o'qli samosval, общий вес 18 tonna bo'lishi kerak. O'zini tarasi 6,5-7 tonna chiqadi. Bu degani 11,5 tonna yuk olib yura oladi. Bu 10 tonna, bu 11,5 tonna. Qalay, balans berdimi do'stlar? Endi kimda bunaqa samosval bo'lsa sotadi-da, mana bunaqa samosval olaveradi. Bu albatta mana shu tegishli tashkilotning inspektor xodimini o'zini og'zidan chiqqan gap. Biz o'zimiz qilganimiz yo'q. Yaqinda Dalnamoy Toshkent profilda ko'rsalaringiz bo'ladi do'stlar. Videosi chiqadi bugun yoki ertaga. Bu ma'lumot albatta kim uchundir eslatma biladigan odamlar uchun. Shunchaki biz sizni esingizga solib qo'yapmiz. Kim uchundir ma'lumot do'stlar. Shu jumladan tigashlarni pritsepi bilan birga umumiy og'irligi, ya'ni bitta mostli tigashda 3 o'qli pritsep turgan bo'lsa, общий вес 40 tonna, 2 mostli tigashda 3 o'qli pritsep turgan bo'lsa 44 tonna. Ya'ni o'shanda har bitta o'qqa tushadigan og'irlik 10 tonnadan oshmasligi kerak degan gapni aytib o'tdilar inspektor. Shunaqa gaplar do'stlar, salomat bo'linglar, o'zingizlarni asranglar.